Vahpah beriket işiba Hurrici bellen tırık çöpeba Temminni demey çıdandım yemey Bu isin lezzetli dostlarga demey Beriket beriket haslığım vardır Maktaş bir hacel rastlığım vardır Beriket Hey pul, sen nime degen chiroyliq ha? Sen bilan ko'rishmagan uzun bo'libdi-ku. Seg'inib qoldim juma. Mana, bugun didorga ne'mat. Axir sen bilan yuz ko'rishdim. Hey, bizning shirkatdagilarning kallasi ishlaydi qara. Ha? Navol seni kartoq urib o'tgan bo'lsa, sen hozir xotinning qo'yini bo'latdi. Ha? Dapaqna. Lekin mening xotinim pul taqtirgan bildi. Hey? 1500 koy begini bilmeydi. Şunun 500 koyni tıkıbilep. 1000 koy bediydi sen buldukken koy. Şuna mı? Sen 500 koy benim yanında kal. Xotin, 1500 koy beğenmedi. 1000 koy beğenmedi. Şirketkiler 1500 koy verdi. Yok, 1000 koy beğenmedi. 1500 koy beğenmedi. 1500 koy beğenmedi. 1000 koy verdi. Xotin, 1500 koy verdi. 1000 koy verdi. Xotin, 1000 koy verdi. 1500 koy beğenmedi. Xotin, 1000 koy verdi. Ha, xotin 1500 koy verdi. 1000 koy beğenmedi. Bu 1000 koy ki. Beşiz koy. Maya da aram ile otat xotin. Hey. Ben. Meni mağın berdiniz mi? Ha? Rahmet xotin. Rahmet. Bunda sehilikiniz bilgen olsa tırışıp işlep 3000 koy alatım da. Rahmet xotin ha? Can. Sizden xeşlan demedim. Oblizga çıkıp berin ha. Ne çıka? Ay ötken ağaylık 1500 koyunu qaytırıydı deyli. Xotin. Onun ağzı pul gerek olmasa ya. Onun sonra pul gerek olmasa sonra edemez mi? Şuna mani özümüz hazırca işeltip keyin qaytırıp besek mi oldu? Keyin besekmiş o biz beremiz. Vaqtida berib deyli pul bo'lgan keyin menga. Xotin, sizmi? Mening gapim faqat kirmaydi ekan sizmi? Men demakchi xotin, ela ablas men bilan top ko'rgili bizning uyga kirmoqchi. Shu vaqt berasam bo'lardi. Ablazga basimiz, og'ilmaydi. Ayoliga chiqib bering menga. Qarab to'shkdek o'tmay qo'ping. Men kiyimimni almashtirib olay. Men Hadi pulni bu yoqda kirgichi u yoqqa berayotgan bodayman-da. Xotin kishidan shu chechi uzun aqli qisqa deb Ablazdan xotinga 1000 ko'yni versa, 500 ko'yni tiqib olsa, ablazga men keyincha o'zim to'liqlab bersam bo'lgan-ku. Buni nada bu xotin bildi? İşte qilaychi. Ablazga o'zim to'liqlab bergan ish bo'lgan ekan. Xotin achib ketdimi? Achib berib o'tishing. Bedіңізма? Ha? Ablaz çoydu bamke. Oy yok ki ayağlık adam. Ablazsız qanaq vermeye. Ha yaxşı oldu. Mama yok mu? İçemsiz? Ha? İyi. İçemsiz dedik ha. Oy qanaq vallahi yaxshimi? Yaxshi to'g'ri kerak. Yaxshimi? Musafir başlamaganda? Ay, yaxshi vaqt borninga. Oy. Men de musafir başlap ketib, ishni oldirib ketdim men degan yerga. Voy, tilishib qolsanda boshlamadi edik. Ha. Ne kira. Bunda bo'lsa, men chiqib kiyimni olib biraqdan kiray. Ha, mayli. Ma'qul. Yengemga salom dang ha. Ma'qul. Hop, tezroq bo'l ha. Ma'qul. O'zingizga qildingiz. Pulni berib bitib, o'zingiz rohat bo'lib qolgansiz. İşte bo'ldi. Hozir bersekmi biz beramiz. Keyin bersekmi biz beramiz. Pokka dinimizni pul yo'q chog'da so'rab qolsa, sat tumamda.
O so'ramaydi, ona mijozini men bilaman xuddi. Haldan qatam o pulni versem, amilg'ana qaytarib etdi meni. Endi so'ramaydi deb haqning pulini bermamdiq. Hisobliq do'st ayrilmas degan gap bor juma yerim. Men bermayman dedim xotin, shu berma. Lekin bu alogini varsidan da 1 yerim mumkin degan. Endi bu yoqda qo'ysa, bu yoqda yo'q, shu tanishib ketadi demoqchi endi. O'nchilik ishlarga bir önce astoydil qaramasak bo'ladi. Biz ham tanishaylikchi. Men bo'lmanicha men o'zim qilay. Boshqa qilmay. Ama xotin bugungi musobaqa 5 qiziydi juma. Mana cho'qqan uftido bular. Kira. Başlamagan da? Ya, kelim vaqt bor. Ular parangiz o'tiramiz aday. O'tiray, yuqorida. Kidoma. Uftido. Ma buladike. Cho'qqan. Oy, rahmat. Adaş. Sen nima ağırıp bizning uyga 1000 pul akirib yurisa deyman. Mumkin? Yo'q, adash. Mana qish. Ya qara, mayliq pul. Va buni qaytarsan bo'lmaydi. Juma yesh qilsin. Sen bunun çalısını qaytarma deb endi najib yuraysan. Yo'q, adash. Ma daqsan men bo'lmaydi adash. Hadigidan xuddi siz bo'lsangiz gap qiling, uda qilmay. Ha, ablis buni olmasangiz bo'lmaydi. Sizmi bizga esqatgan. Endi hisobliq do'st ayrilmas degan gap bor ilanga. Ya u diginingizmi to'g'ri, lekin buni hozir ishlatmasan baribir. Ya tuta adash. Lazım bo'lganda men endi sendan olsam bo'la emasmi? Allah. Mana bo'ldi deyman. Men ishim qamlashdi. Xuddi siz qaratmay tomoq qatmabsiz. Ma bu. Men qilgan gapim bor. Beriklar asha. Bu ma'qul. Sen televizorni qo'yg'ashdi. Ha, ma'qul. Bunday xotin. 1000 qo'y deydi-ku, biz 1500 qo'y bersak. Voy, xato anlab qolibsiz. 1000 qo'y dedi. Siz necha bergandingiz? 1000 qo'y. Shu 1400 qo'y. 1500. Sanab beqinga. Sanamsaq bo'ladi deb. Voy, ekilingga o'zim sanay. Ay bu 1000 qo'y ekan, 500 qo'y qimdi. Rasul 500 qo'y qamgo. Qanday qildingiz? Nimani qanday qildim shu sizdan so'rayapman-ku. Ha, la xotin 500 qo'y yo'qsa yo'qmanda unutib ketaylik o 500 qo'yni. Voy, nimani unutib ketdim-a? Chalisini qo'shib beringlar dabassa. Voy, undaq degan bilan balkim uni xotin ep qo'yga o'xshaydi. Hechnim bo'lmaydi xotin. Hechnim cho'ngaytmagan sap turdi sen, ha? Qanday sap turadi deb so'rayman men. 500 qo'yni qo'shib to'lamdim. Ya, undaq qilsangiz bo'lmaydi. So'rayman men. Adash, bu sap başım katta qudayman. Televizorning yanında bo'lsa qo'ykini yo'q-ku. Yo'qni topolmayman. Istama, yakon topqicha, musab tugib ketib, mashina o'yin kirib. Mayli. Oblis. Bir muhim gapim bordi. Xo'sh. Endi bu manda gapdi-chu. Adash, men musabqani boshlab tugib ketgan bo'ldi endi. Adash. Men Rananing bir gipi bor ekan, gipini anglab keyin ko'rsak bo'ldi emasmi? Endi naq gapga kelsam. Voy, baxusaq. Voy. Birdan chidam, ha? O'tirib qolmayman ya. Ya. Doğrusini islam yaxshi bo'lib qoldi. Maylimiz. Nisammi bo'ladi, lekin endi Yalnız doktorga operatsion yodish meni. Mayli. Sami. O'tiring. Mening ko'nglim bektiz. Hozir tilishdigimek. Shu endi sizga desam. Bo'lmasa sizdan dang, ha? Bu o'zi muhim gap emas edi. Voy. Ma baqdim mag'rib o'tirdi. Voy, nim bo'lgansa choy ich. Nim bo'lgansa Shu endi Haqjon pulning ishi bo'lganki, endi sizmi tushunib bo'ldingiz. nimada? Sizlarga bergan pul 1500 qo'ydi, lekin men 1000 qo'yga. Sen 1500 ga kirib bergan. Men 1000 qo'yga. Endi bildim.
Muşu. Ha? Xotinimning ishi. Buni zodi bir adablaydigan kelganjo. Xotinimning ishi. Yo'q, unaqa yo'q, ras. Ya, meni xotinim yaxshi qilmabdi. Men ma'ning ishini bir hal qilyapsam bo'lmaydi. Men hozir ham chiqib kiray. Yo'q. Yo'q, hal qilmasak bo'lmaydi. Yo'q, vaqtida qilmasak bo'lmaydi. Yo'q. İşte bu ben. Ya sen bunu unutuyorsan bulan diye. Sizden neme kırınız değil mi? Ha? Karab durup kızın Cengiz'e koyduğuna buldunuz. 500 gün şükürlük moyma unutup kessek bulduk o. Voy, nima bo'ldingiz? Chiqib so'rab baqsiz nima bo'pti? Men 500 ko'yni ortiq to'lamdim. Astama xotun ne? Abınızdan açık kip kaldı. Xotunu kartı kurak uruyup kalsın. Ya satamaz mı sen? Voy, bir oshirib aytmang ha. Nimaga urib ketdi? Biz xotun kişiniz ya. Amma işte buzuk tuttuğun ya. Ya amma hayma abınızdan yüzü kanda karayma. Voy, nimchatdig'im. Siz mi demesiniz bulmamdı deyme. Bakın yok yedi iş tattınız. Mamı kaytırıp vermişsiniz. Boldu kayış. Birimden ki tot kayıştı. Buzdumladı. Kalkışmaydı sen. Kalkışma. Ne buldu? Ha? O. Xotun qattiq uribsan-da. Xotun saqdi. Voy degini. Tanamadi. İtiraf qilmadi. Tex meni o'g'ri tutding deydi. Ey, o'ylab baqa. Men nimada shuni qilib turibsam, ha? Pul xayjamas, pul beribsam, bir yer bormas, pul beribsam, ko'ziga nima chiroyli ko'rish shuni ep turibsam, ya nima ish qilishda qiladi, ha? Mush ishdan desam, sen men o'g'ri tutmoq ishonman deb menga so'qishib qarama yuzlarimni. Mana. Sen mung'bashga akirpagan to'sam, o menga mumkin pul berib akirib beraman desa, bak, o'tiriq 500 ga pul nega ketadi, ha? Iliq bu xotinim ag'az buni sanga risk olmaysan, o'ylab baqadi. O'tiriq 500 ga nega ketadi? Balkim chiqib qolgandi. Nega chiqib qoladi o? Voyjon, nima ish qilgan bu qiz? Shu diqqat qilmoqchi. Adash, nima qoqshab ketdim, bek set bo'ldi. Ma bu men xotinni yushirinchi qanday 500 ga pul tadash. Ma pul esa og'an. Bo'ldimiş işlenmiş yerde tüküsün. Hem işler pat tüküsünmüş öyünün içinde kalsın talağı fakat çıkartmışsın canım adaş. Sen bir hoş yap geçsem. Benim hoş 500 gün köyüm yaktı adaş. Voyjon, voy bu qizning nima qilgandi bu? Şunu demem siz. Yeymedigini qıpırvatı ben. İçmedigini qıpırvatı ben. Ağzından nime çıksa şunu qıpırvatı ben. Hem de nimesiga nime yetmey manguşa qarsanaydı o. He? Muş ağıyla bağ semi. Ağzılık için nime desem şunu qıpırvatı da. Bana qarsanaydıgan fakat işini qıp bakmadı. Benim ko'nglimda o'ylaganligimni hammasini bilib turdi. Meni xotin bo'lganligim buni bilsa bo'lmamdi. Bo'l, men ishimga turganligim, bak ajratishib ketaychi. Yo'q. Voy, undan so'z bo'lmaydi. Unda ajrashma degan gaplarni qilmang. Ha? 500 kun deb ajrashamsa, 50 ming kun to'y qilib. Sen unda degan mana shu o'tirliq mushab jidar tursa qanday qilsa? Ajrash degan unda chaqchaq qildiq ish emas. Voy, nima deb shuraydigansiz? Bunday o'tiqchiligim qolmadi mening. Mush yuzimni o'ylab baqamay ko'chada qanday menib yurayman mush yuzim bilan. Ablas. Xotin. Men xato qildim. Men odam emas. Men inson qilibida chiqibdimi? O 500 ko'nim men tiqib olgan. Voy, nima deb shuraysiz? Yo'q. Men hozir belki 500 ga pul olsam, nima qilib qolsa? Xotin deya sarama ishlarib, meni ilashtiryapti birdamda mana. Voy. Bo'ldi. Ajrashib qutulmaydigan bo'lsam, mushtab bishmidan. Turing. Hozir bergan 500 kun bor deyadi. Voy, yuzim. Shimoni qaqashni satligini. Men qanday qarayman xotinning yuziga? Nima qilib? Voy, qanday qilaman? Men o yolg'iz yuziga qanday qarayman? Sen nima chiqib yuryapsan deyman. Qamlashmoqman. Yo'qsizlikdan adash. 500 kun qaytib. Nima qilyapsiz? Bilmamsiz. Kirkit qopdi.
Kechir ona. Popdan qanday qilamiz? Lekin men basta bir xotnimni chiroyli gapni qilib, yarışib oldig'ini ishni qildim. Adaş, benim ağaç çıktı. Ha? Ben bir çıkayım, ben bir çöndürüş vereyim.